Farg'onada mashina bakiga 11 kilogramm narkotikni yashirgan shaxs ushlandi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Farg'onada 11 kilogrammdan ziyod narkotik moddalarni avtomashinaning yoqilg'i bakida yashirincha olib kirishga urinish fosh bo'ldi. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Ravot chegara bojxona posti xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda aniqlangan. Navbatdagi holatda qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti avtotransport vositasi belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilgan. Bojxona nazoratining texnik vositalari ko'magida o'tkazilgan ko'rik davomida avtotransport vositasining yoqilg'i bakida shubhali jismlar yashirilgani aniqlangan. Shundan so'ng belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ushbu bak ochib ko'rilganida uning ichiga 6945 dona Royal nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda 3 turdagi giyohvandlik vositalari yashirilgani fosh bo'lgan. Jumladan 10 kilogramm 739 gramm gashish, 412 gramm marixuana va 35 gramm opiy, jami 11 kilogramm 186 grammga teng giyohvandlik vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Surishtiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, haydovchi tojikistonlik shaxsning buyurtmasiga binoan 2000 AQSh dollari evaziga mazkur giyohvandlik vositalarini bojxona chegaralaridan olib o'tish va o'z uyidagi boqqa ko'mib qo'yishi, keyinchalik tojikistonlik shaxsning o'zi ushbu narkotik moddalarni olib ketishi rejalashtirilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot uchun 2025-yil davomida 1,8 tonnadan ziyod giyohvandlik vositalari, shu jumladan sintetik narkotik moddalarning bojxona chegaralari orqali olib o'tilishi va ichki hududda yashirin aylanmasiga chek qo'yilgan. Bu 2024-yilga nisbatan 1,8 barobarga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona viloyatida Tojikistondan keltirilgan jami 32 kilogramm narkotik modda ushlab qolingani haqida xabar berilgan edi.